Bir kechalik kelinchak. Muallif Umida G'aybullayeva. 15-qism. Erta tongda Nafisa uyqudan tiniqib uyg'ondi. Onasining biznesni nomiga o'tkazishga rozilik bergani, bundan buyon ozgina bo'lsa-da volidasiga yordami tegishi mumkinligini o'ylab, vujudi faxr tuyg'usiga to'ldi. Shunday jo'shqin kayfiyatda kiyinib, tashqariga yo'l oldi. Nasiba hovlidagi so'riga o'tirgancha negadir o'yga tolgandi. Qizining tashqariga chiqqanini ko'rdi-yu, shosha-pisha o'rnidan turdi. "Xayriyat, kiyinib olibsiz, oyi?" dedi Nafisa onasini quchib. "Xo'sh, ketdikmi? Nonushta qilmaysanmi?" so'radi negadir hazin ohangda Nasiba. Har qalay, "Yo'q, ishtaham bo'lmayapti", dedi Nafisa bosh chayqab. "Kafeda kofe ichib olarman. Menga qara", dedi Nasiba otlanishga shoshilmay. "Rostdan bir qarorga keldingmi yo shunchaki jahl ustida gapirganmiding?" "Rostdan qo'lingizdan ishingizni olishga ahd qildim", dedi Nafisa toqati toq bo'lib. "Kecha gaplashdik-ku, tag'in aynib qolmadingizmi?" "Nega ayniyman?" dedi Nasiba kulimsirab. "Faqat o'qishing bor, darslaring o'lda-jo'lda qolib ketmasmikin deb qo'rqaman-da. Har qalay buni universitet deb qo'yibdi. O'qishga kirayotganingda olchoq domlalaring jonimni sug'urib olayozgan, esingdadir. Men ketaman o'qishdan", dedi Nafisa yer chizib. "Kerakmas. Ana, o'qiganlarni ko'ryapman. Bola chaqasini boqa olmasdan arzimagan pulga ertadan kechgacha ter to'kishadi. Hech kim holing qalay deb so'ramaydi. Undan ko'ra sizni dam oldirib qo'ysam, qo'lingizdan ishingizni olsam, qarigan chog'ingizda chet ellarga olib borib aylantirsam, o'shaning o'zi men uchun universitetdan ham a'lo." "Bekor o'ylabsan-da shuni", dedi Nasiba asabiylab tishlab. "Oliy ma'lumotli degani ja katta gap. Bekor o'ylabsan, ammo qaysarligingni bilganim uchun indamayman. Mayli, o'qimasang o'qimabsan. Onang ham o'qimagan. Bilganingni qil. Mening baxtimga 4 muchang salomat yursang bo'ldi. Iloyim dog'ingni ko'rsatmasin. Xudoyim o'zi to'yingni ko'rsatib, nevaralarimni tizzamda erkalatib o'tiradigan kunlarga yetkazsin." "O'tirasiz. Hali erkalayverib zerkasiz ham, oyi", dedi kulib Nafisa va onaning qo'ltig'idan oldi. "Bo'ldi, ketdik endi. Tezroq shu ishlarni bitiraylik." Ertasi kuni Nafisa ilk bor biznes egasi sifatida ko'chaga chiqdi. Tun bo'yi o'ylanaverib, o'ylarining oxiriga yeta olmay qiynalgandi. Uyqusining ham mazasi bo'lmadi. Bir hayajonlandi, bir qo'rqdi. Onasining nasihatlari, maslahatlari yodiga tushgach, sal bo'shashib yengil tortdi. Qoqinsa, xatoliklari yo'l qo'ysa, baribir onasi qarab turmasligini bilgani bois ko'ngli ko'tarildi. U birinchi bo'lib o'zi doim kofe ichib chiqib ketadigan kafega kirdi. Erta tong ekaniga qaramay, siyrakroq bo'lsa-da, xo'randalar kafega fayz kiritib o'tirishardi. Bar stoykalari qarshisida 10 nafarga yaqin erkak ichkilik maydalash bahonasida o'zaro suhbatlashar, ofitsiantlarning qo'liga tegmasdi. Nafisa yana bir karra ichkariga hissiz qarab turdi-da, o'zi uchun ajratilgan xona tomon yurdi. Ammo darrov to'xtadi. Ustullardan birining orqasini ko'rmagan ekan. Stol qarshisida Bilol o'tirar, sigaret tutatgancha bar tarafdan ofitsiantlardan ko'z uzmasdi. Ora-orada norozi bosh chayqagancha yer chiza boshlardi. Nafisaning ko'ngli g'ashlanib, so'nggi bor u tomon qarab oldi-yu, xonaga kirish o'rniga ovqatlar pishiriladigan burchakka yo'l oldi. Bosh oshpaz "To'xtasin aka, Nafisani ko'rdi" deguncha chopa kelib ikki qo'li ko'ksida salom berdi. "Xo'sh, To'xtasin amaki, ishlar beshmi?" Majburan bo'lsa-da zo'rma-zo'raki jilmayib so'radi Nafisa. "Shikoyat yo'qmi ishqilib?" "Nafisaxon qizim, bizning kafeda hayotda shikoyat bo'lmagan", dedi To'xtasin oshpaz bosh qashib. "Mana, o'zingiz bosh bo'libsiz. Nasib bo'lsa ishlarimiz bundan ham yurishib ketadi endi." "Xudo xohlasa", dedi Nafisa yana bir karra Bilol o'tirgan stol tarafga bosh burib. "Albatta yurishadi. Amaki, sizga bir topshiriq bor." "Xo'p bo'ladi qizim. Biz xizmatda. Yangi kelgan tovuq go'shti bor. Ozgina jizbiz qilvoraymi agar?" "Yo'q, shart emas", dedi Nafisa. "O'sha jizbizingizni qiling-da. Ana bu ustun yonidagi stol qarshisida o'tirgan odamni ko'ryapsizmi? O'shanga olib borib bering. Ha, keyin to'xtang."
Nafisa shosha-pisha sumkachasidan ruchka qog'oz oldi-da, qog'ozga osh bo'lsin degan jumlani bitib, bosh oshpazga uzatdi. Mana shuni non solingan idishga joylab qo'yasiz. Ha, yoniga bardan 100 gram ichimlik ham qo'shtiring. Men Tilash akaga tayinlab qo'yaman. Men hozir shoshib turibman. Do'konlarni aylanib chiqishim kerak. Tez obortiring-da, natijasini tushdan keyin kelganimda aytasiz. Xo'p bo'ladi. Faqat pulini olmanglar. Mening nomimga yozib qo'ying. Ish boshida turish qanchalar qiyinligini Nafisa shu yerning o'zidayoq his eta boshladi. Shoshib turgani yetmagandek, hali unisi, hali bunisi kelib muammolardan so'z ochar, ba'zilariga ne javob berishni ham bila olmay halak bo'ldi. Biroq afsuslanmadi, jahli chiqmadi. Jig'ibiyron bo'lmadi. Aksincha unga ta'zim bajo aylagan holda yaqin kelishlari, qo'l ostida shunday tarbiyali, madaniyatli, xushfe'lli odamlar ishlayotganidan faxrlandi. Shu ko'yi do'kon aylanishni ham keyinroqqa surib xonasiga kirdi. Kirdi-yu o'tirishga shoshilmay xonani birma-bir ko'zdan o'tkaza boshladi. Stol ustida joy olgan onasining suratiga tikildi. Bu suratda Nasiba ancha yosh, barkamol edi, lekin baribir jilmayshi, so'lg'in tus olgandi. "Oyijonim o'zimning" deya ovoz chiqarib qo'liga suratni oldi-da, qayta o'pdi. "O'zimning keng fe'lli, metin irodali oyijonimdan o'rgilay. Men ajoyib onaning farzandiman-da. Xudoyim o'zingga shukr. Meni shu ayol dunyoga keltirishini amr qilganing uchun o'zingga beadad shukr." O'z gaplardan ko'ngli bo'shab Nafisaning ko'zlariga yosh qo'ndi. Yana otasi Bilol ko'z o'ngida gavdalandi. U xayolida jonlandi deguncha sal bo'lsa-da zalga chiqib otasini uzoqdan tomosha qilib turgisi kelib ketdi. Biroq o'zini tiydi. Alammi, armonmi yo'l bermadi. Ko'z yoshlarini dastro'molchasiga arta yumshoq kursiga cho'kdi. Shu topda xona eshigi bir necha marta bezovta taqillab, barmen Tilash ichkariga kirdi. Kirdi-yu darrov eshikni yopib, o'ng'aysizlangancha bir joyda turib qoldi. "Ha, Tilash aka, tinchlikmi?" Uning tusi o'zgarganini ko'rib Nafisa ham dast o'rnidan qo'zg'aldi. "Nima bo'ldi? Nega rangingiz oqarib ketdi? Anavi haligi prokuraturadan bittasi kelibdi", dedi Tilash tutila. "Prokuraturadan? Nima ishi bor ekan?" Singlim, ularning nimayam ishi bo'lardi. Biznes sizga o'tganini quloqma-quloq eshitgan bo'lsa, zippillab kelganda darrov. Menga o'tsa nima qipti?" Nafisa hammasini anglab ulgurgandi. Prokurorning niyati ham unga ayon edi. Ammo sir boy bermay Tilashni atayini savolga tutdi. "O'sha yerning o'zidan kuzatvora qolmabsizlarda. Qani mudir? Rahim aka qayoqqa gumdon bo'lgan? Nega men kelganimda shu yerda turmaydi? Rahim aka bozorga tushib ketuvdi", dedi Tilash qo'rquv aralash Nafisaga yer ostidan boqib. "Masalliqlar tugay deb qolgan ekan, shularni." "Bo'pti." Uning gapini kesdi Nafisa. "Prokurorni chaqiring." "Xo'p bo'ladi." Tilash shu gapdan keyin sal yengil tortgan ko'yi tashqariga yo'naldi. "Hozir boshlab kelaman." Nafisa hali ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa-da, prokurorning kimligini allaqachon bilib ulgurgandi. Ha, o'sha it-sifatning qarshisida onasi, jondan aziz volidasi dag' titraganlarini ko'rgan. Chunki prokuror uning boshiga malomat toshlarini yog'dirishdan tiyila olmagan. Militsiya, SES, soliq va shu kabi tashkilotlarni yo'rig'iga solib, onasining qonini ichgan, katta ulush olgan. Ayol tadbirkorning qo'lidan pul olayotganda ham bir tuki seskanmagan. "Men Nasiba onam emasman." Ko'nglidan o'tkazdi u. "Sendaqalar bilan dangaliga gaplasha olaman. Joningni sug'urib olaman. Hali mening suvunimga kir yumabsan." Hali xayollarini bir nuqtaga jamlab ulgurmay, xona eshigi ohista taqilladi. Keyin ochildi va ostonada o'rta bo'yli, semirganidan baqbaqasi iyagidan pastroqqa osilib tushayozgan, yupqa lablari uchib turuvchi 40 yosh atrofidagi bashang kiyingan erkak paydo bo'ldi. Nafisa uni juda yaxshi tanirdi. Onasi bilan do'konlarni aylanib yurgan vaqtlarida nuqul qarshilardan chiqar, Nasibaning siqib suvini ichardi. To ulushni bermaguncha ko'z ochishga qo'ymasdi. "Mumkinmi?" Yo'liga ruxsat so'ragan bo'ldi prokuror. "Kiravering, keling o'tiring." Nafisa stol qarshisidan joy ko'rsatdi. "Siz kim bo'lasiz, amaki?" Aftidan bu savol yoqmadi shekilli, prokurorning yupqa lablari tezroq ucha boshladi.
Men shahar prokuraturasi xodimi Asilbek Azizov bo'laman, dedi qaddini g'oz tutib prokuror. Shu asnoda aftini bujmaytirib, noroziligini oshkor etgan bo'ldi. Tanidim, dedi atayin Nafisa sirboy bermay. Adashmasam bizning tomonlarga birinchi kelishingiz emas, topdimmi? Topdingiz, dedi Azizov ko'rsatilgan kursiga cho'kib. Nasibaxonning qizlarisiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh, qaysi shamollar uchirdi? Shamol-ku uchirgani yo'q. Shoshilmay gap boshladi prokuror. Lekin kafengizda tartib qolmabdi. Nima? Siz anchadan beri qadam bosmaganmidi bu yerga? Xodimlar bosh oshpazning ishiga razm soldim. Umuman talabga javob bermaydi. Bunaqada mijozlar kasalga chalinishi mumkin-ku, singlim. Hatto derazalar, tochkalari, oynalar ham xuddi 1000 yildan beri nam latta ko'rmagandek kirlanib yotibdi. Muddoingiz nima o'zi? Gapni kalta qilishga urindi Nafisa. Men oyim emasman. Dangalga gaplashni yaxshi ko'raman. Aytavering dardingizni. Shunaqami? Birdan sergak tortdi Azizov. Juda yaxshi. Tushungan odamning sadag'asi ketsang arziydi. Xo'sh, unda eshiting. Birinchidan, kafengizning o'zida bir dunyo kamchilik bor. Tag'in ham hali hisob-kitob ishlaringiz bilan qiziqqanim yo'q. Agar kovlashtirsam, u yerdan ham bir dunyo kamomad topaman. Ikkinchidan, kuni kecha shu yerda mushtlashuv bo'pti deb eshitdim. Aytishlaricha, kafega kirib kelgan mijozlarni do'pposlab haydaganmisiz. Agar yomonlikka olsam, militsiya bosardi kafeni. Lekin bu ishga ham ko'z yumib turibman. Menga qarang, amaki, dedi Nafisa toqati toq bo'lib. Muddaoga o'taylik. U holda menga har oyda ulush berib turasiz. Evaziga sizni yomon ko'zlardan himoya qilaman. Ma'qulmi yo? Xo'sh, qancha so'raysiz? Oyiga 5000 ko'kida. Shu xolosmi? Prokurorga qattiqroq tikilib so'radi Nafisa. Yo, kami bormi hali? Bu oy uchun hozir berasiz. Qolgan gaplarni yo'l-yo'lakay gaplashaveramiz. Shunaqami? Yaxshi, hozir. Agar malol kelmasa, tashqariga chiqib tursangiz. Maylimi? Albatta singlim, albatta. Prokuror ish bu qadar oson ketayotganidan quvonib ketdimi, yasama mulozamat bilan qo'lini ko'ksiga qo'ygancha xonani tark etdi. Yolg'iz qolgan Nafisa istamaygina temir qutini ochdi. Ichkaridagi pullardan keragini oldi-da, qutini yana qulflab, kursiga cho'kdi. Haromxo'rlar, deya qarg'andi boshni changallab. Hali bu boshlanishi bo'lsa kerak. Biroq bu prokuror kimligimni bilmaskan. Qaydan ham bilsin? Oyim sho'rlikning qo'rqoqligi, soddaligidan foydalanib rosa sog'ib ichishganda ko'plashib. Men bo'lsam, unaqangi qo'rqoqlardan emasman. Hozir chiqaman-u, qo'liga mana shu sassiq pullar solingan konvertni tutqazaman. Ichini ochmaydi. Darrov kissasiga uradi-yu jo'nab qoladi. Lekin Nafisa tezda kompyuterni yoqdi-yu, qo'lidagi smartfonni sim orqali uladi. Keyin kerakli faylni ko'chirib olib, fleshkaga jo'natdi. Ish bitgach, kompyuterni o'chirdi. Mana shu fleshkani ish joyiga borgach ko'radi-yu, paytavasiga qurt tushadi. Qo'rqmay ham bo'pti. Amalidan ayrilish, bu ham kamdek qamalish kimga ham yoqardi. Manaman degan zo'ri ham tipirchilab qoladi. Nafisa qo'liga oppoq qog'oz oldi va shunday jumlalarni bitdi. Bu fleshkani ochib ichidagi o'qib ko'rishingizni so'rayman. Faqat behuda chiramang. Asl nusxasi mening o'zimda. Yaxshi qoling, amaki. Nafisa prokurorni kuzatib qo'ygandan keyin ham ketishga shoshilmadi. Negaki bilardi, u albatta qaytadi. Ammo bir o'zi emas, yonida hamtovoqlari bilan qaytadi. Xo'sh, nima bo'pti qaytsa? Qo'rqadi. Baribir qo'rqib qoladi. Hoynahoy qonunni pesh qilishga o'tib olsa kerak. Lekin Nafisa qonunni suv qilib ichib yuborgandan bexabar. Yuziga moddalarni aytib tashlagach tinchlanadi. Shu ko'yi kafeda juda uzoq vaqt qolib ketdi. Prokuror negadir qayta qolmadi. Qosh ham qoraya boshladi. Bu orada do'konlardan ish yurituvchilar bir necha martalab qo'ng'iroq qilishdi ham. Oxiri toqati toq bo'ldi. Kelishga qo'rqqan bo'lsa kerak. Qo'ng'iroq qiladi baribir, degan xayolda qo'liga sumkachasini oldi-yu zalga chiqdi. Kafe ichkarisida mijozlar deyarli qolmabdi. Faqat
Hov o'sha ustun ortidagi stol qarshisida Bilol o'tirar, qo'lida Nafisa ovqatga qo'shib berib yuborgan qog'ozni aylantirgancha u tomondan ko'z uzmas, ko'zlaridan duv-duv yosh quyilardi. Voy xudoyim-ey. Otasiga uzoqdan ma'yus tikilgancha ich-yetini yerda Nafisa. Muncha ham shafqatsiz bo'lmasa bu dunyo xudoyim. Nega shu bandanga azob beraverasan? Gunohlari badalini to'lab bo'ldi-ku. Rahmini yesang bo'lmaydimi yo o'lsa tuproq qariga kirsa bas qilasanmi qiynoqlaringni? Shu odam o'lgani bilan qaro yer to'yib qolmaydi-ku. Nima qildi asl holiga qaytsa, boshqalarga o'xshab xorlanmasdan, xotirjam, qorni ovqatga to'yib, yorug' dunyodan lazzat topib yashasa bo'lmaydimi? Shunchalar beshafqatmisan xudoyim? Shularni ko'nglidan kechirarkan, beixtiyor Nafisaning o'pkasi to'lib keldi, lekin yig'lashga ulgurmay qoldi. Dafatan kafening kirish eshigi sharaqlab ochildi-yu, ichkariga o'nchoqli, bo'yi naq 2 metrli bashang kiyingan erkaklar kirib keldi. Nafisa hech narsaga fahmi yetmay, bir ularga, bir ustun ortidagi stol qarshisida hanuz o'ziga tikilib qolgan Bilolga qaradi. Bu orada erkaklar yaqin kelib uni o'rab oldi. Vaziyat qanchalar chigal va xavfli ekanini Nafisa darrov anglab yetgandi. Bu erkaklar shunchaki ko'cha bezorlari emasligiga ham aqli yetib bo'lgandi. Qolaversa ularni prokuror Azizov jo'natganiga sira shubha qilmasdi, ammo sir boy bermadi. O'ziga yaqinlashib, bilagidan olishga tutingan erkaklar tomon qo'llarini cho'zgan ko'yi to'xtadi. Joningdan umiding bo'lsa, menga yaqinlashishma. Atayin ko'cha gapini tiliga ko'chirib po'pisa qildi Nafisa. Kimsanlar? Menda nima ishing bor? Erkaklar bildiki, u o'zini himoya qila oladi. Qolaversa bu haqda prokuror ham allaqachon eshitgan. Shuning uchunmi barchalari 2-3 qadam ortga tislandi. Orasidan bo'yi boshqalarnikidan-da novcharoq, ko'kko'z erkak ajralib chiqdi-da, qaytadan Nafisaga yaqinlashdi. "Siz biz bilan yurishingiz kerak", dedi u xotirjamlik bilan. "Qilib qo'ygan ishingizni bo'limda aytib berishadi. Hozir qarshilik qilmaydi, taslim bo'ling. Aks holda kuch ishlatishga majbur bo'lamiz." Kuch? Bo'sh kelmadi Nafisa. Qaysi kuchingni ishlatmoqchisan? Qani ishlat. Meni olib ketish uchun sanksiyang bormi? Qani ko'rsat. Ishlataymi? Yaxshi, lekin aytib qo'yay. Bekorga pachaklashyapsan biz bilan. Haliyam kechmas, taslim bo'ling. Ayol kishi bo'lganingiz uchun o'zimni bosib turibman xolos, bo'lmasa, xo'p, ko'rsat. Bo'sh kelmadi Nafisa. Qani, prokuratura sanksiya bergandir axir, ko'rsat. Senlama meni, deya bir qadam oldinga qadam tashladi erkak. Men akang bo'laman. Sarvar akangman. Sarvar aka deb murojaat qil menga. Sendaqa akam bo'lsa, o'zimni osardim, dedi Nafisa. Sendaqalarni sizlashga o'rganmaganman. Sarvar azbaroyi jahli chiqqanidan labini qattiq tishlagan ko'yi kissasidan kovlashtirib guvohnoma chiqardi va Nafisaning yuziga to'g'riladi. Men militsiyada ishlayman. Xo'sh, o'qiy oldingmi? Hoynahoy maktabda o'qishni o'rgangandirsan. Yo o'zim o'qib berayman. Haddingdan oshma, dedi Nafisa. Militsiyaligingni hov o'sha qora binoga borganda ko'z-ko'z qilasan. Bu mening ishxonam. Kafe meniki. Hey yo'q, be yo'q, kelib olib do'qlashga haqqing yo'q. Demak, sen yaxshilikchasiga ko'nmaysan, shundaymi? Mushtlarini tugib, o'dag'aylashga o'tdi Sarvar. Unda o'zingdan ko'r. Hozir bir-ikki tarsaki yesang, yuvosh bo'lib qolasan. Qani, zo'r bo'lsang, deya jahl bilan sumkachasini naridagi stol ustiga tashladi Nafisa. Qani, tarsaki tushirishga ulgurarmikinsan? Ko'raychi. Javohir! Ortga o'girilib, sheriklardan biriga baqirdi Sarvar. Kel tez, mana bu qiz biz o'ylagandan ham qaysar ekan. Esini kiritib qo'ylaring, qo'liga kishan sollaring. Yaxshilikni bilmasa, o'zidan ko'rsan. Bo'yi Sarvardan sal pastroq, xuddi dakang xo'roz kabi ko'ksini oldinga chiqargancha Javohir deganlari Nafisaga yaqin kelib qo'lidan tutishga chog'landi. Nafisa esa bir qadam ortga tislanib, ikki qo'lini oldinga cho'zdi. Ha endi bu chaqirilmagan mehmonlarga kimligini ko'rsatib qo'ymasa bo'lmasdi. Militsiyaga qo'l ko'tarish mumkin emasligini biladi. Biroq bularning egnida militsiya kiyimi yo'q. Shunday ekan, qo'l ko'tarsa hech nima qila olishmaydi. Taqdir ekan, hech militsiyani do'pposlamaganda. Bunga ham majbur bo'ldi shekilli. Nafisa bir mushtlab Javohirning qo'lini nari surib tashladi-da, ikki qo'lini oldinga cho'zib himoyaga turdi.
Shu mahal kutilmagan manzara ko'z o'ngida namoyon bo'ldi. Ustun ortidagi stol qarshisida o'sha o'zi bilgan Bilol paydo bo'lganda, u ayni chog'da ovqatlanmasdi, oldida ichkilik ham yo'q edi. Ikki qo'lini baland ko'targancha duo qilar, ikki ko'zi Nafisada edi. Xudoyim, deya xayolan zorlana boshladi Nafisa. Bu tag'in qanday sinoving bo'ldi? Shunchalar ko'pmi men idrok etmagan sinovlaring? Qachongacha sinaysan? Qachongacha o'tmishning badalini to'layman? Xudoyim, nega u odamni yana menga ro'baro qilding? Nimaga u duo qilyapti? Bilib turibman. U bergan ovqatlarim uchun minnatdorligini izhor etyapti. Ana, uzoqdan bo'lsa ham aniq ko'rib turibman. Uning ko'zlaridan duv-duv yosh quyilib kelyapti. Xudoyim, shu bandang allaqachon tavbalar qilib bo'lgan-ku. Nimaga bu yog'iga boshqalarday xotirjam yashattirmaysan? Nimaga unga azob beraverasan? U ham xotirjam tortishga, baxt neligini his etishga haqli emasmi? Yo'q. Meni shu odam yordamida xavfdan ogoh etayotganingni qalban his etib turibman. Hozir manavi go'rso'xtalar bilan mushtlashishimga qarshisan. Shu odamni duoga qo'l ochtirib, meni insofga chaqirtirmoqchisan. Tashakkur. Mana endi qo'rqmasam ham bo'ladi. Negaki sen baribir meni tashlab qo'ymaysan. Demak, qarshilik ko'rsatib o'tirmayman. Ko'nglimda sen borsan. Haq bo'lib mening haqligimni himoyangga olasan. Bunga ishonaman. Marazlarning ham jazosini o'zing berasan. Tavba qildim Xudo, lekin Xudoyim o'zingga aytaman. Agar bo'limga olib borib menga zug'um qila boshlasalar, chidab tura olmayman. Haqsizlikka qarshi kurashga otlanishga majbur bo'laman. O'zing kechir. Nafisa hammasi butkul boshqa tarafga og'ib ketishini xayoliga ham keltirmagandi. Qalban militsiyalarga qarshiliklarsiz taslim bo'lishga, ularning etagida militsiya bo'limiga ketishga shay turganda, lekin dafatan qalbi tilga kirdi. Hoynahoy yaratgan uning qalbiga kirib kelib yo'l ko'rsata boshladi. Qizaloq, sen hali katta yo'l boshidasan, deya uqtira boshladi noma'lum ovoz ko'ksini qitiqlab. Halitdan hukumat odamlari bilan yovlashma, baribir baraka topmaysan. Undan ko'ra kelishish, til topish yo'llarini izla. Ana shunda sening ham, mushtipar onangning ham tinchliklaring buzilmaydi. Halovatingni yo'qotmaysan. Shoshil, payt poylama. Tavakkal harakatlar sodir et. Yovga aylanishga shay bu nusxalar bilan til topish uchun shoshil. Shoshilmasang bo'lmaydi. Sarvar aka, deya kutilmaganda qarshisidagi erkakka yuzlandi Nafisa. Sizlardan bir iltimosim bor edi. Agar shu iltimosimni bajarsangiz gap yo'q. Boraman qayerga desalaring. Xo'sh, nima qilib beraylik? Nafisaning past tushganini ko'rib Sarvarning yuzlariga qizil yugurdi va sovuq tirjaydi. Qani, aytsinlar, nima xizmatlari bor? Prokuror Azizovni chaqirib bersangiz. U odam bilan hozirroq gaplashib olmasam bo'lmaydi. Busiz sizlarga ergashib keta olmayman, tushuning. Shuni oldinroq aytishning iloji yo'qmidi? Deya yonidagi javohirni nari surdi Sarvar. Boyadan beri qaysarlik qilasan, do'qlaysan, darrov aytsang bo'lardi-ku. Bo'pti. Azizov tashqarida. Hozir shaxsan o'zim chiqib boshlab kelaman. Oradan chamasi 15-20 daqiqa vaqt o'tdi. Negadir Sarvar qayta qolmasdi. Sheriklari ham zerikishdi chog'i bezovtalanib bir necha marta navbati bilan tashqariga chiqib kelishdi. Nafisa esa sumkasi turgan stol qarshisiga o'tirgancha sukut saqlar, ora-sirada ustun ortidagi stol qarshisida o'tirgan Bilolga ko'z tashlab olishni kanda qilmasdi. U qo'llarini allaqachon pastga tushirgan, boshni quyi solgan ko'yi tik qotgandi. Nihoyat kafening tashqari eshigi ochilib, Sarvar ichkariga kirdi, ammo yonida Azizov yo'q edi. Nafisa hayron bo'lib istar-istamas o'rnidan qo'zg'aldi. Sarvar to'g'ri unga yaqinlashib keldi-da, oldin sheriklariga tashqarini ko'rsatib ishora qildi. Ular shu zahoti oldinma-ketin ko'chaga yo'l olishdi. Bu ham Nafisa uchun yechib bo'lmas jumboqdek tuyulardi. Hech narsaga tushunmasdi. Ustiga ustak Bilol ham shosha-pisha o'rnidan turib, militsiyalarning ortidan tashqariga yo'l oldi. Azizov nega kelmadi? So'radi Nafisa betoqatlanib. Biling, men to o'sha kishi kelmaguncha hech qayerga bormayman. Singlim, to'g'ri tushuning, uqtira boshladi Sarvar. Azizov prokuraturaga ketib qolgan ekan. Qo'ng'iroq qila zo'rg'a tushdim. U kishi sizni o'sha yerga olib borishimizni tayinladi. Bormasangiz bo'lmaydi, ishoning. Aybingiz bo'lmasa, hech kim sizni ushlab turmaydi. Qo'yib yuborishadi. Bunisi qiziq bo'ldi-ku. Hayron bo'lib yelka qisdi Nafisa. Sizlar shunchalik ishonchiga kiribsizlarki, u kishi xotirjam ketibdi-da. Nega ishonmasin? Dedi Sarvar.
Bir tizimda ishlaymiz har holda. Bir-birimizga ishonmasak, qanday ishlaymiz? Xo'sh, ketdikmi? Qaysarlik qilmaysiz menda? Ortiq qarshisidagi Sarvar bilan adi-badi aytishga Nafisaning kuchi ham toqati ham qolmaganda, tavakkal qilishni ma'qul bildi. Ishondi. Xudo baribir uni tashlab qo'ymaydi, panohida asraydi. Hikoyaning davomini ertaga soat 9:00 da tinglashingiz mumkin bo'ladi. Uning uchun esa Telegram sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyadagi link orqali o'tib, Telegram sahifamizga obuna bo'ling.